Gipertoniya kasalligi bu kasallik surunkali yurak qon tomir kasalligi hisoblanadi. Bu kasallikka duchor bo'lgandan keyin doimiy doriga o'tkaziladi. Sababi hozirgi kunda gipertoniya kasalligini to'liq davolashni imkoni yo'q. Ya'ni davolab butkul yo'qotib bo'lmaydi. Faqat qon bosimini nazorat qilish uchun dorilar tavsiya qilinadi. Bemor shu dorini doimiy ichib yurish kerak. Nima uchun doimiy ichib yurish kerak? Ayrim bemorlar aytadi, рабочий давление, ishchi давлением meniki 180, meniki 160 da yuradi. Men o'zimni shu давлениеda yaxshi his qilaman deb o'ylashadi. Bu bemorlarda hech qanday shikoyat ham bo'lmaydi. To'g'ri, qon bosimi dastlab oshganda bemorda bezovtalik tug'diradi. Keyinchalik organizm moslashadi. Organizm moslashganligi hisobiga bemor hech narsani his qilmay qo'yadi. Bosh og'rig'imi, ko'ngil aynishimi. Bunday hissiyotlar yo'qolganligi uchun bemor qon bosimini o'lchatmaydi ham, dorilarni muntazam qabul qilmaydi ham. E'tiborga qaraydigan bo'lsak, yuragimiz mana mushakdan iborat. Suyaksiz organ mushak. Mana bu mushak qismlari. Bunday mushakdan iborat yurak. Endi mushakka qancha nagruzka beradigan bo'lsak, shuncha mushak devorlari qalinlashib, mushak kattalashadi. Ya'ni gipertrofiyaga uchraydi. Bizning yuragimiz 100-130 yuqori sistolik bosimda ishlashga moslashgan. Endi ana shunday meni давлением 160-170 ta рабочий давлением yuradi degan insonlar shu давлениеda uzoq vaqt yuradigan bo'lsa, yurak devorlari qalinlashib ketadi. Gipertrofiya bo'ladi. Yurak devorlari qalinlashib, gipertrofiyaga uchrab, mushaklar nagruzka bilan ishlayapti qon bosimida. Ya'ni 160-170 ta ishlayapti. Bunda nagruzka mashlagan hisobiga ko'proq qon talab qiladi. Ko'proq ozuqa tomirlardan ortiqcha qon kelmaydi. Shuning hisobiga yurak mushaklari, ya'ni kardiomiyotsitlar, yurak hujayralari. Bular asta-asta ozuqa yetishmasligi, kislorod yetishmasligi hisobiga charchaydi. Charchab buni organizmda belgisi ozgina yursangiz yoki nagruzka qilsangiz yoki zinadan tepaga chiqqaningizda hansirash paydo bo'ladi sizda. Mana shu yurak yetishmovchiligini dastlabki belgilaridan. Ularni oldini olish uchun ham doimiy tabletka ichib qon bosimini nazorat qilib yurish kerak. Agar sizda qon bosimi bo'lsa, darhol kardiologga murojaat qiling. Doimo sog' bo'ling, yuragingizni asrab avaylang.